Suv doim tepadan pastga qarab oqadi. Hech ham suvni tepaga oqqanini ko'rganmisan dedi. Kim ko'rgan? Ha? Suvni tepaga oqqanini ko'rganmisizlar? Suv tepaga oqmaydi. Suv pastga oqadi. Suvni qo'ysangiz doim pastga tushib ketadi. Allohning bitta qonuniyati qaranglar. Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishni buyuribdi. Nimaga? Hozir tushunamiz buni. Qobil bilasizlar, juda ham jahldor, juda ham gapga kirmaydigan, qo'pol, shunaqangi farzand edi. Qobil esa juda ham yuvosh, solih, ota-onasini aytganini qiladigan, ota-onasiga gap qaytarmaydigan yigit edi. Biz ota-onamizga yaxshi muomalada bo'lyapmizmi? Ular buyurganda ishlarini labbay deb qilyapmizmi? Aka-ukalarimizga mehr ko'rsatyapmizmi yoki qattiqqo'llik qilyapmizmi? Savol beraylik. Nima qilyapmiz? Agar ularga bir ish buyuradigan bo'lsa, menga ish buyurasizmi deydigan bo'lsak, uff deydigan bo'lsa, Alloh taolo nima dedi? Vala taqullahuma uffin lakum dedi. Ular ikkisiga, ota-onaning ikkisiga nima dedi? Uff degan so'zini aytmagin dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah va ba'd. Aziz o'quvchilar, har kungi mavzuyimiz, sizlar bilan gaplashayotgan mavzuyimizni bugun davomi bo'ladi inshaalloh. Biz sizlar bilan nima mavzuda gaplashayotgandik? Gunoh va ma'siyatlarni, maşalloh. Gunoh va ma'siyatlarni ta'siri va uning oqibatlari haqida gaplashayotgandik. Bugungi mavzuyimiz, aziz o'quvchilar, gunoh kabiralardan eng kattasi ota-onaga oq bo'lish haqida gaplashamiz. Ota-onaga oq bo'lish. Nima degani bu? Abdulloh? Ota-onani aytganiga kirmaslik, ota-onaning buyurgan ishlarini qilmaslik. Maşalloh. U chizgan chiziqlaridan chiqib ketishlik. Maşalloh. Juda ham yaxshi javob berdingiz. Ya'ni ota-onani aytganini qilmaslik ekan, ha? Oq deganda bizni tasavvurimizga bir narsa shakllanib qolganki, ya'ni rang, ha? Oq rang. Ya'ni ota-onaga oq bo'lish deganda u emas, lekin oq degani bu arabchada aqun so'zidan olingan. Aqun degani aloqani uzish, kesish, ota-onadan uzoqlashish. Ota-onadan aloqani uzishlik. Ota-onaga oq bo'lish degani mana shu. Ota-onani ranjitish, ota-onani xafa qilish, mana shu narsalar kiradi. Biz sizlar bilan gaplashayotgan mavzuyimizni boshdan qaytamiz. Avvali Alloh taolo butun insoniyatni yaratdi, butun koinotni yaratdi. Hali hech qanday gunoh va ma'siyat sodir bo'lmaganida Alloh taolo insonni yaratdi, insonni. Va farishtalarga aytdiki, ey farishtalar, insonga sajda qilinglar dedi. Magaram iblis. Illo iblis bosh tortdi. Men nimaga bu insonga sajda qilmayman, men undan ustunman dedi. Vastakbara. Kibr qildi ya'ni. Mana shu bilan birinchi gunoh va ma'siyat sodir bo'ldi dediga. Undan oldingi mavzularimizda o'tgan gaplashganimizda ikkinchi gunoh nima bo'ldi? Alloh taolo Odam va Havoni jannatga kirgizganda, jannatdan nima yesanglar yeylar dedi. Yeb ichinglar, faqat bitta daraxtdan tegmanglar, mana shunday yemanglar dedi. Nima qildi? Shayton vasvasa qildida Odam alayhissalom va Havoni ana shu daraxtga teginib qo'ydi. Allohning g'azabi keldi va Alloh taolo ularni tavba qilganligi uchun yerga surdi. Yerga tushirdi. Yer sizlarga vaqtinchalik makon bo'lsin, ya'ni imtihon qildi Alloh taolo. Imtihon qilaman dedi, keyin o'zim bandalarimni tanlab olaman dedi. Odam yerga tushdi. Odamdan farzandlar tug'ildi. Undan ko'plab farzandlar tug'ildi va Qobil va Qobil tug'ildi. Qobil va Qobil aka-uka edi, birodar edi bir-biri bilan. Ularda ham shayton vasvasa qildida nima qildi? Bir-birini o'ldirishga bordi. Bir-birini o'ldirishgacha bordi bular. Shun bilan 3-gunoh sodir bo'ldi. Endi keyingi gunohlardan mana shu ota-onaga oq bo'lishlik. Qobil bilasizlar, juda ham jahldor, juda ham gapga kirmaydigan, qo'pol, shunaqangi farzand edi. Qobil esa juda ham yuvosh, solih, ota-onasini aytganini qiladigan, ota-onasiga gap qaytarmaydigan yigit edi. Qobil o'sha yomon farzand Qobil bor-ku, har doim qachon qaramay ota-onasiga nima qilardi? Gap qaytarar edi. Yomon gumon qilardi. Ko'proq Qobilni yaxshi ko'radi, meni kamroq yaxshi ko'radi deb o'ylardi. Qobilga ko'proq mehr ko'rsatadi, menga kamroq mehr ko'rsatadi, meni yomon ko'radi deb o'ylab qolardi. Shayton vasvasa qilardi uni. Shuning uchun unga yengil ishlarni bergan, shuning uchun unga ko'proq yaxshilik nima qiladi. Shuning uchun uni asab avaylaydi. Meni bo'lsa doim qiyinchilikda nima bo'lsa ishlarni menga aytaveradi deb yomon gumon qilardi. Ko'ryapsizlarmi Qobilning nimasi gumonini? Yomon gumon qilardi. Mana shu ota-onasiga yomon gumoni, ota-onasiga noto'g'ri tushunchasi orqali
nima qildi? Ukasini o'ldirishgacha bordi. Ya'ni men mana shu Qobildan qutulsam, Qobil ukamdan qutulsam dedi, ota-onam menga mehr ko'rsatadi deb o'yladi. Ota-onam meni ko'proq yaxshi ko'radi deb o'yladi. Yo'qotib yuboraman dedi, ota-onam bilmaydi dedi. Ota-onam keyin menga yaxshilik nima qiladi. Men o'zim bitta bo'laman deb o'ylab qoldi. Shayton vasvasa qildi, oxiri borib o'ldirdi. Bilamiz-a bu narsani. Ko'ryapsizmi? Yomon gumondan. Ayni bu narsa Yusuf qissasida keladi. Yusufda 11 ta ukasi bo'ladimi? Yusufda 11 ta ukasi bo'ladi. Va Yusuf kenja farzand bo'ladi. Akalar o'yladiki, mana shu Yusufni yo'qotsak, otamiz bizga ko'proq mehr ko'rsatadi. Mana shu deb o'ylab Yusufni yo'qotib yuboradi. Bo'rilar yeb ketdi deb o'sha quduqqa tashlab yuborib, uzoq joylarga olib quduqqa tashlab yuboradi. Yomon gumondan. Biz aziz o'quvchilar bu o'rganayotgan qissalarimizdan, bu eshitayotgan narsalarimizdan xulosa chiqarishimiz kerak. Hayotimizga tushirib ko'rishimiz kerak. Bizda ham mana shu Qobilda hayotidagi hayot bo'lyaptimi yoki Yusufda akalaridagi qaysi o'rinda turibmiz? Har doim aytayapmiz, mana shu hayot chahpalak singari davom etaveradi. Faqat insonlar o'zgarib turadi. Shaxsiyatlar o'zgarib turadi. Kimdir o'sha Qobilda o'rnida bo'ladi, kimdir Qobilda o'rnida. Kimdir Yusufda o'rnida bo'ladi, kimdir Yusuf akalarining o'rnida bo'ladi. Biz kim o'rnidamiz? Savol beraylik o'zimizga. Savol beraylik. Biz ota-onamizga yaxshi muomalada bo'lyapmizmi? Ular buyurganda ishlarini labbay deb qilyapmizmi? Aka-ukalarimizga mehr ko'rsatyapmizmi yoki qattiqqo'llik qilyapmizmi? Savol beraylik. Nima qilyapmiz? Bizni ota-onamiz yomon ko'rganidan bizga og'ir ishlarni aytmaydi, balki yaxshi ko'rganidan, ishonganidan, bilganidan aytadi. Masalan, misol keltiraman, mana madrasada o'qiyapsizlar, sizlar, men doim masalan bitta nimaga Musabjonga aytishim mumkin. Navbatchilik ishlarini yaxshi qilgani uchun, madrasaning tozalik ishlarini yaxshi qilgani uchun. Nimaga men bolaga aytaman? Sababi bu bola tayyor. Har doim qaytarib yurishim shart emas. Nima qilishni biladi. Musabjon falon narsani qiling desam, aytganimdan ziyoda qilishga harakat qiladi. Boshqa bolaga, yoshroq bolaga aytadigan bo'lsam, unga yangitdan aytishim kerak. Yoki bitta yoshi kattaroq Abduvalini yoki nimaga do'konlarga chiqaraman, Nega? Chunki yoshi kattaroq. Ko'chaga chiqqandan keyin muomala qila olishni biladi, Ko'chada bir muammo chiqarib kelmaydi. Agar bir yosh bolani jo'natadigan bo'lsam, do'konga chiqariladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bir xato bilan kelishi mumkin yoki do'konchi bilan yoki pul muomalasida hali qilmagan yosh o'rganish kerak, tarbiyalash kerak. Ayni mana shu narsa bizni hayotimizda ham ota-onamiz shunday qiladi. Bizga yoshi kattalarimizga ishongani uchun yoshi kattalarimizni ko'proq safarga olib ketishi mumkin, ko'proq unga ish aytishi mumkin, og'ir ishlarni aytib kichkinalarni ehtiyot qilishi mumkin ota-onamiz, otamiz ham, onamiz ham ishonganidan qiladi. Ayni Odam alayhissalom ham Qobilga ishonganidan mana shunday og'ir ishlarni, unga mas'uliyatli ishlarni bergan edi. U noto'g'ri tushunib menga og'ir ishni berdi, unga yengil ishni berdi deb o'ylab yomon gumon qildi. Yomon gumon qildi oqibatida mana shunday ishlar sodir bo'lib ketdi. O'ylab ko'raylik endi, tasavvur qilaylik. Ota-onamiz bizga nimalarni berdi? Nimalarni qurbon qildi? Biz tug'ilishimiz, biz katta bo'lishimiz uchun nimalarni qurbon qildi aziz o'quvchilar? O'ylab ko'raylik. Mashalloh. Eng aziz jonini, eng aziz yoshligini, molini, hayotini, umrini berdi bizga. O'zi yemasdan yedirdi, o'zi kiymasdan kiydirdi, qiylansa ham sovuqda issiq joylarga olib kirdi bizni. O'zi sovqatsa ham nima qildi? Bizlarni isitdi, yoz bo'lsin, kuz bo'lsin, qish bo'lsin, bizning muammoyimizni hal qildi. Ayni o'ynab, kulib nima qiladigan yoshliklarda bizni orqamizdan mehnat qildi. Bu eng katta nimasi ota-onamizni. Onamiz bizga 9 oy homila bo'ldi. Undan keyin emizdi. Undan keyin nima qildi? Kechalari uxlamasdan qarab chiqdi, kasal bo'lganingizda kechasi uxlamasdan sizni hammamizda bormi shunaqasi? Bo'lganmi? Bo'lganmi bu yerda? Bo'lgan, Men bir vaqt tishingiz og'risa, kechasi yig'lab, "Voy bolam-ey" deb yig'lab o'tiradigan kim bo'ladi? Onamiz bo'ladi, Ko'ryapmizmi qanday bizga onalar mehr ko'rsatadi, ota-onalar? Aziz ota-onalarimiz bizni umrini berdi. Bizga yoshligimda bitta narsa esimdan qolib ketgan. Yosh katta otaxonlar bor-ku, aytardi. Bolam derdi, sen ota-onangni qadriga yetgan. Ularga yaxshilik qilgin, bu o'ynab yurishing nima qilmaydi. Bitta narsani mana shu miyangga qo'yib olgin, uqtirib olgin derdi. Hozirgacha mana shu narsani o'ylab juda katta nima bergan ekanda, bir tarbiya bergan ekan, Alloh rozi bo'lsin. Suv doim tepadan pastga qarab oqadi. Hech ham suvni tepaga oqqanini ko'rganmisan dedi. Kim ko'rgan? Suvni tepaga oqqanini ko'rganmisizlar? Suv tepaga oqmaydi. Suv pastga oqadi. Suvni qo'ysangiz doim pastga tushib ketadi. Allohning bitta qonuniyati qaranglar. Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishni buyuradi. Nimaga? Hozir tushunamiz buni. Ona har bitta ota-onani qalbiga farzandga bo'lgan muhabbatni Alloh taolo solgan.
har bitta ota-onaga. Lekin o'sha bolani, har bitta insonning qalbiga ota-onaga bo'lgan muhabbatni solmagan Alloh taolo. Shuning uchun hamma tabiiy ravishda nima qiladi? O'zini farzandini yaxshi ko'radi. Farzandiga mehr ko'rsataveradi. Farzandiga o'zi yemasa ham yediradi, o'zi kiymasa ham kiydiradi, o'zini fido qiladi. Mana shunday yaratgan. Hatto hayvonotlarni ham shunday yaratgan. Lekin nega ota-onaga unday mehrni bermagan? Otaga, onaga? Chunki asl nima? Bizni tushgan joyini esdan chiqarmagan deb Alloh taolo bizga eslatyapti. Va qado robbuka alla ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana deb. Alloh taolo farzandinglarga yaxshilik qilinglar deb buyurmagan. Ota-onalarga yaxshilik qil deb buyurgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oldilariga keldi. Menga nimani buyurasiz deganda, onangga yaxshilik qilgin dedi. Keyinchi dedi, onangga yaxshilik qil. Keyinchi dedi, onangga yaxshilik qil. 3 marta dedi. Keyinchi dedi, 4-marta yana so'radi, keyin otangga yaxshilik qilgin dedi. Chunki bizga ko'proq vaqtini ajratadigan, ko'proq uyqularidan, bizga ko'proq xizmat qilib, bizga kiyimlarimizni yuvib beradigan, ovqatlarimizni qilib beradigan, shirin qilib va uyga kelsak qaraydigan, hamisha bizga ko'proq xizmat qiladigan nima? Onamiz. Mehr ko'rsatgan onamiz. Ana shu mehrni kim bergan? Alloh taolo, Alloh taolo. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak ekan, aziz o'quvchilar. Ota-onamiz nima bizga buyursa, unga qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilib, xizmat qilib, ularning aytganini qilib, rioya qilib, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Bu narsa biz Allohning buyurganidan chiqib ketmaslik kerak. Agar senga ular Allohga shirk keltirishingga chaqirsa, ularga nima qilmagin dedi? Itoat qilmagin dedi. Alloh taolo buni buyurdi undan keyin. Agar ota-onamiz bizga namoz o'qimagin desa, o'qimasligimiz kerakmi? O'qishimiz kerak. Nimaga? Chunki Alloh buyurgan. Biz Alloh taologa sherik keltirishimizga chaqirayotgan bo'lib qolar ekan bunda. Alloh taolo buyurganiga amal qilishimiz kerak. Uni buyruqlar qaytarilana qaytishimiz kerak. Mana shu bizni eng katta nimamiz bo'ladi. Bugungi kunda aziz o'quvchilar, yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalarini masxara qilib, hazil qilib, ularga bir komediyalar qilib videolar joylayotganlar bo'lyapti. Yoshlar. Biz ularni ko'rib, ulardan ibrat olmaymiz. Biz sahobalardan, payg'ambarlarning qissalaridan ibrat olamiz. Ko'proq prosmotr yig'ish uchun, ko'proq odam ko'rish uchun mana shu darajaga keldiki, hatto yoshlar, hozirgi yoshlar ota-onasini nima qilyapti? Masxara qilib, prosmotr to'playapti, like to'playapti. Yoshlar shu darajaga keldi. Ota-onaga hazil qilishlik, ularning ko'nglini og'ritishlik, bu narsa insonga ota-onasiga oq bo'lishiga sabab bo'ladi. Hech qaysi ota-ona aziz o'quvchilar, men farzandimni oq qildim demaydi. Men farzandim sendan rozi emasman deb aytmaydi. Agar shu darajaga borgan bo'lsa, bu eng oxirgi marhalasi ekan bu. Hamma ota-ona farzandiga yaxshilikni xohlaydi. Agar bizni bitta yomon gapimiz qalbiga og'ir tortadigan bo'lsa, ular ko'zini yoshini oqizadigan bo'lsak, biz ota-onamizni ranjitgan bo'lamiz. Agar ularga bir ish buyuradigan bo'lsa, menga ish buyura olasizmi deydigan bo'lsak, deydigan bo'lsa, Alloh taolo nima dedi? Va la taqullahuma uffin lakuma dedi. Ular ikkisiga, ota-onaning ikkisiga nima dedi? Uff degan so'zini aytmagin dedi. Tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar?